Assalomu alaykum aziz o'quvchi. Demak, bugungi atvet darslarimizda masala ishlashni siz bilan o'rganamiz. O'tgan safargi darsimizda biz atvet nazariyasi haqida siz bilan batafsil gaplashib chiqqan edik. Bu darsimizda esa masala ishlashni siz bilan o'rganamiz. Biz atvet darslarini, ya'niki 4 ta qismga bo'ldik. Ya'ni birinchisi nazariy dars bo'ldi va qolgan 3 tasi masala darslari bo'ldi. Va masala darslarini o'zini ham 3 ta bo'limga bo'ldik. Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim va uchinchi bo'lim holatida. Birinchi bo'lim faqatgina o'sha glikoliz birinchi, ikkinchi bosqich bilan cheklanadi. Bizdagi keyingi bo'lim, ya'niki ikkinchi bo'limga to'xtaladigan bo'lsak, u faqatgina to'liq parchalanish, mitokondriya va shu atroflarda aylanish beradi. Va uchinchi bo'limimiz esa milliy sertifikat darajasida bo'lim hisoblanadi. U yerda milliy sertifikatga tushgan savollar, tushishi mumkin bo'lgan savollar va ikki navolim tenglamaga tushadigan, ikki navolim tenglama bo'ladigan, ya'ni chala va to'liq parchalanish deb keladi. Uni hali darsimiz mobaynida ko'rib olasiz. Ularni o'rganamiz degan holatda 3 ta bo'limga bo'lib qo'ydik. Xo'p, bugungi bo'limimiz birinchi bo'lim, ya'ni ATF ikkinchi darsi masala ishlashni birinchi bo'limini demak o'rganib chiqamiz. O'zimizda kitobimiz bor. O'sha Biopro loyihasi doirasida Bioproni o'zini kitoblari bor. O'shandan ATF kitobidan birinchi bo'limni ko'rib o'rganamiz. Uyga vazifani esa men o'zimni Telegram kanalimda sizga demak kitobcha PDF shaklida demak tashlab beraman. Xo'p, unda darsimizni boshladik. Birinchi bo'lim glyukozaning chala parchalanishi haqida gaplashib o'tamiz. Unda ketdik. Xo'p, mana birinchi masalaga e'tibor bering. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 540 gramm glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan sut kislotani molni aniqlang dedi. Biz o'tgan safar siz bilan nazariy darsda gaplashganmiz. Siz barcha reaksiyalarni, barcha qoidalarni yodlab olgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni agar siz bu darsni ko'rmagan bo'lsangiz yoki bo'lmasam hali yodlashga ulgurmagan bo'lsangiz, hozir bu darsni ko'rishingiz sizga befoyda bo'ladi. O'sha darsni toping va o'sha darsni ko'rib chiqing. O'sha darsni to'liq ko'rib chiqib, tushunib olib va konspektlashtirib, ya'niki o'zingiz uchun siz uni yodlab olishingiz kerak bo'ladi reaksiyalarni. Va undan keyin bu darsni siz ko'radigan bo'lsangiz, sizga ancha foydali bo'lar edi. Biz esa gapni cho'zmasdan darsimizni boshlaymiz. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 540 gramm glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan sut kislotani molini aniqlang deyishyapti. Xo'p, bu yerda nima narsa qilish kerak? Birinchi navbatda gramm bilan ishlash qulaymi, mol bilan ishlash qulaymi degan savol tug'iladi. Bu yerda meni o'ylashimcha grammdan ko'ra mol bilan ishlash juda ham qulay bo'ladi. Shuning uchun har doim glyukozani gramm kelganda men molga aylantirib olaman. Masalan, uning uchun formulasi bor. Xo'p, demak, N barobar M bo'lingan molyar massa. Albatta buni kimyoda ham ko'rgansiz. Xo'p, bizda berilayotgan gramm 540 gramm. Biz uni bo'lib yuboramiz. Demak, 180 ga. Ya'ni o'sha glyukozani molyar massasiga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizda 3 mol kelib chiqadi, 3 mol. Xo'p, endi reaksiyada ma'lumki, glyukoza parchalanishidan sut kislota hosil bo'ladi. Xo'p, S6H12O6 dan 1 molekulasidan 2 molekula sut kislota S3H6OH hosil bo'ladi. Shunga ko'ra biz 1 moldan 2 mol hosil bo'ladi. Bizda esa umumiy miqdorimiz 3 mol. Shuning uchun 3 molda qancha deymiz? 3 molda qancha? Demak, bu yerda 6 mol kelib chiqadi. Mana bu usul proporsiya usuli hisoblanadi. Ya'ni o'zingiz ko'rdingiz, proporsiya holatida ishladik. Nima qildik? Mana bu yerdagi 3 ni bu yoqda 2 ga ko'paytirib, bu yoqdagi 1 ga bo'ldik. Ko'paytiramiz bu yoqqa, keyin bu yoqqa bo'lamiz. Bu proporsiya bo'ladi. Xo'p, 6 mol ekan. Demak, javob sut kislotani molini aniqlang degan javobimiz 6 mol degan javob bo'ladi. Hop, keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi masalaga e'tibor beraylik. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 6 mol glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan sut kislota molni aniqlang. Endi bu yerda ishimizni osonlashtirdi. Boya gramm berganda biz uni molga aylantirib keyin hisoblagan edik. Bu yerda ham xuddi shunday hisob-kitoblarni amalga oshiramiz, lekin bu yerda to'g'ridan-to'g'ri glyukozani molini beribdi. Xo'p, glyukoza S6H12O6 undan hosil bo'ladi, demak 2 molekula sut kislotasi. Xo'p, demak, 1 moldan hosil bo'ladi bizda 2 mol sut kislota. Bizda esa miqdorni ko'proq, ya'ni 6 mol dedi. Shuning uchun 6 molda qancha deymiz? Demak, bu yerda 12 mol ekanligi kelib chiqadi. 12 mol. Javob 12 ga teng ekan. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz.
Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 360 gramm glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan energiyaning atrofda to'plangan miqdorini aniqlang. Xo'p, nazariy bilasiz, nazariy o'tganmiz. Shunga ko'ra ishlab ketaveramiz biz. Birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan narsa grammni molga aylantirib olish. Bu ancha bizga qulaylik olib keladi. Demak, n barobar m bo'lingan molyar massa. Demak, bu yerda 360 ni 180 ga bo'lib yuboramiz. 2 mol ekanligi kelib chiqadi. 2 mol. Xo'p, 2 mol glyukoza ekan. Endi biz bilamizki, S6H12O6, ya'ni glyukoza. 1 mol glyukozadan bizda ikkita ATF hosil bo'lar edi. Albatta, buni men hozir to'liqroq yozmayapman. To'lig'i boshqacharoq holatda bo'ladi. Xo'p, 1 moldan bizda 2 mol ATF hosil bo'ladigan bo'lsa, bizdan mol so'ramayapti. ATFda to'plangan energiya miqdori deyapti. Shuning uchun kilojol qo'yganimiz qulay. Demak, bu yerda 80 kilojol energiya to'planadi. Biz esa aytamiz 2 molda qancha? Demak, o'z navbatida bu yerda 160 kilojol ekan. Javobimiz ham aynan shu 160 ni o'zi bo'ladi. 160 kilojol. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 4-masala. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 900 gramm glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan umumiy energiya miqdorini aniqlang deyilyapti. Birinchi qiladigan ishimiz bu o'sha grammdan molga aylantirib olish bo'ladi. N barobar 900 bo'lingan 180. Demak, bu yerda 5 mol ekanligi kelib chiqadi. 5 mol. Xo'p, parchalandi. Umumiy energiya miqdori deyilyapti. S6H12O6, ya'ni glyukoza. Glyukozadan umumiy qancha energiya chiqardi? 1 mol glyukoza parchalanishida umumiy miqdorda deb qo'yaman, energiya 200 kilojol chiqardi. Yozib qo'yaman. 200 kilojol energiya umumiy chiqardi 1 mol glyukoza parchalanganda. Bizda esa 5 mol berdi. 5 molda qancha deyman? Hop, proporsiyaga qo'yamiz. Bu yerda demak 1000 kilojol ekanligi kelib chiqadi. 1000 kilojol. Demak, javob yozib qo'yaman. 1000 kilojol. Hop, keyingi masalamizga o'tamiz. Hop, e'tibor beraylik. 5-masala. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 360 gramm glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan energiyaning issiqlik sifatida tarqalib ketgan miqdorini aniqlang. Anaerob bosqich deganda shu birinchi, ikkinchi bosqich, asosan bu yerda endi glyukozani parchalanishi deyapti. Ikkinchi bosqichda tushunib olaveramiz. 360 gramm glyukoza bo'ladigan bo'lsa 2 mol. Buni yana yozaman. M barobar 360 bo'lingan 180. Demak, 2 mol glyukoza parchalangan ekan. Xo'p, parchalanishdan hosil bo'lgan energiyaning issiqlik sifatida tarqalib ketgan miqdorini aniqlang deyishyapti. Demak, glyukoza. Xo'p, 1 mol glyukoza parchalanganda issiqlik chiqadi. Biz uni Q bilan belgilab olardik. 120 kilojol issiqlik chiqadi. Qachonki 1 mol glyukoza parchalansa, o'sha glikolizda, ya'ni sitoplazmada, unda 120 kilojol issiqlik chiqadi. Bizda esa 2 mol glyukoza bor. Shuni hisobidan 2 molda qancha deymiz? Demak, o'z navbatida bu yerda 240 kilojol kelib chiqadi. Javob ham aynan shuni o'zi. 240 kilojol. Xo'p, keyingi masalaga to'xtalamiz. 6-masala. Energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 400 kilojol umumiy energiya hosil bo'lgan bo'lsa, hosil bo'lgan ATF molekulalar sonini aniqlang. Bu yerdagi to'liqsiz anaerob sharoit deganda glyukoza to'liq parchalanmagan, ya'ni chala parchalanganligiga bir urg'u berib o'tib ketyapti. Ya'niki bu yerda tushunishimiz kerakki, glyukoza ikki xil parchalanishi mumkin. Yo chala parchalanadi, yo to'liq parchalanadi. Agar u glyukoza chala parchalanadigan bo'lsa, birinchi va ikkinchi bosqichi sodir bo'ladi. Shu ikkinchi bosqich sodir bo'lib, haqiqatdan sut kislota hosil qiladi, ATF hosil qiladi. Birinchi bosqichi ham ketadi, ikkinchi bosqich ham ketadi, lekin uchinchi bosqich sodir bo'lmaydi. Ya'niki u hosil qilgan sut kislota mitoxondriyaga o'tib parchalanmaydi. Bu holat bizda chala parchalanish bo'ladi. Endi glyukozani to'liq parchalanishida esa o'sha hosil bo'layotgan sut kislota mitoxondriyaga o'tib parchalanadi. Mitoxondriyaga o'tib parchalanadi. Bu yerda demak, mitoxondriyada yana ATF hosil bo'ladi, karbonat angidrid hosil bo'ladi, o'zining jarayonlari bor. U aerob sharoit bo'lib ketadi endi mitoxondriya. Unga hali to'liq parchalanishga to'xtalmaymiz. Siz hozir bilishingiz kerak bo'lgan narsa, glyukozani chala parchalanishi deganda o'sha birinchi, ikkinchi bosqich sodir bo'larkan, uchinchi bosqich sodir bo'lmaskan, hosil bo'lgan sut kislota qolarkan. U parchalanmas ekan. Bu narsani bilib qo'yishingiz kerak. Endi 400 kilojol umumiy energiya hosil bo'ldi deyapti. Bu yerda e'tibor beramiz. Umumiy energiya degan bir nima deydi? Holati bor. Xo'p. Demak, glyukoza
S6H12O. 1 mol glyukoza parchalanganda bizda ATF hosil bo'ladi, ikkita ATF hosil bo'ladi. Shu bilan birgalikda bizda umumiy energiya ham qanchadir miqdorda hosil bo'ladi mana. Endi demak 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 80 kilojoul, demak mol hisobidan esa bu 2 mol bo'ladi. 2 mol ATF hosil bo'ladi. Umumiy energiya esa 200 kilojoul ajralib chiqadi. Umumiy energiya deganda ATF energiyasi ham, issiqlik ham nazarda tutilmaydi. Ya'ni ularning ikkalasini yig'indisi nazarda tutiladi. ATF energiyasi bilan issiqlikni birgalikdagisi umumiy energiyani bizga beradi. Xo'p, endi o'sha umumiy energiyamiz 400 kilojoul yozaman. 400 kilojoulda qancha? Bizda faqat ATFni o'zini so'ragan. Bu yerda hozir hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 4 mol kelib chiqadi proporsiyada. Demak, ATF molekulyar sonini aniqlang degan javob 4 mol bo'ladi. Shuni o'zi bilan demak yakun topadi. Xo'p, 7-chi masalaga o'tamiz. Energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 600 kilojoul issiqlik energiyasi hosil bo'lgan bo'lsa, parchalangan glyukoza miqdorini molda aniqlang. Xo'p, e'tibor beramiz. Bizda 1 mol glyukoza parchalangan vaqtda issiqlik sifatida 120 kilojoul energiya hosil bo'lardi. Tepasiga yozib qo'yishim mumkin. Bu yerda issiqlik, bu yerda esa glyukoza S6H12O. Endi bizda hosil bo'layotgan issiqlik miqdori 600 kilojoul ekanligi aytildi. Va uning uchun ko'proq glyukoza parchalangan bo'lishligi kerak. Bu yerda hisob-kitob qiladigan bo'lsak, proporsiyada 5 mol ekanligi kelib chiqadi. 5 mol. 5 mol glyukoza parchalanganda haqiqatan ham issiqlik sifatida 600 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Xo'p, demak, savolni o'qiyman. Energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 600 kilojoul issiqlik energiyasi hosil bo'lgan bo'lsa, parchalangan glyukoza miqdorini molda aniqlang. Demak, javob 5 mol. Keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 240 kilojoul issiqlik energiyasi hosil bo'lgan bo'lsa, ATFda to'plangan energiya miqdorini aniqlang. Odatda o'zi bizda ATFda 80 kilojoul energiya to'plangan vaqtda, ustiga yozib qo'yaman ATF deb, o'sha vaqtda bizda 120 kilojoul issiqlik energiyasi hosil bo'ladi. Buni yozib qo'yaman issiqlik deb. Xo'p, bizda issiqlik sifatida 240 kilojoul energiya hosil bo'lyaptimi? Demak, proporsional ravishda bu yerda issiqlik miqdori ko'proqmi? Demak, ATF ham ko'proq bo'lgan. Qancha deb hisob-kitob qiladigan bo'lsak, hozir 160 kilojoul ekanligi kelib chiqadi. Demak, javob 160 kilojoul. Endi bizda ATFni molini so'ramaganda, ATFda to'plangan energiya miqdorini, ya'ni energiya miqdorini aniqlang deyapti. Shuning uchun kilojoulda topyapmiz. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 9-masala. Energiya almashinuvida to'liqsiz anaerob sharoitda 360 kilojoul issiqlik energiyasi hosil bo'lgan bo'lsa, hosil bo'lgan umumiy energiya miqdorini aniqlang. Odatda bizda 200 kilojoul umumiy energiya hosil bo'lganida, uning 120 kilojoul miqdori issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Demak, umumiy energiyani E harfi bilan, issiqlikni esa Q harfi bilan belgilab olardik, esingizda bo'lsa. Xo'p, biz endi 360 kilojoul issiqlik energiyasi haqida gap ketyapti. Umumiy energiyani topamiz. 360 kilojoul 120 dan ko'ra 3 baravar ko'p. Demak, 200 dan ham 3 baravar ko'pi bu 600 kilojoul bo'ladi. Hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bu yerda demak javob 600 kilojoul ekan deymiz. Mana. Javob 600 kilojoul. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Energiya almashinuv anaerob bosqichida glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan umumiy energiya miqdorini 600 kilojoul bo'lsa, parchalangan glyukoza miqdorini aniqlang deyishyapti. Nima ma'lumot aytildi? Umumiy energiya aytildi, 600 kilojoul ekan. Nima so'raldi? Bizda parchalangan glyukozani grammda so'radi. Lekin biz avval molda topib olib, keyin grammga o'tsak ham, demak, muammo bo'lmaydi, balki osonroq ham bo'lardi. Demak, 1 mol glyukoza parchalangan vaqtda umumiy energiya 200 kilojoul hosil bo'ladi. Keling, buni yozib qo'yaman. Bu yoqda umumiy energiya, bu yoqda esa glyukoza S6H12O holatda. Xo'p, endi bizda 600 kilojoul umumiy energiya hosil bo'layotgan bo'lsa, demak, bu jarayonda 3 mol glyukoza to'liq chala parchalangan ekan, o'sha parchalanishga uchragan ekan. Xo'p, parchalangan glyukoza miqdorini grammda aniqlang deyishyapti. Demak, massa topish uchun molni ko'paytirib yuborishimiz kerak molyar massaga. Bizda mol 3 mol,
Molyar massa esa demak glyukozada 180 ga teng bo'ladi. Gramm taqsim molga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak 540 gramm kelib chiqadi. Demak javob 540 gramm deymiz. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Bu 10-masala edi. 11-masala. Endi ko'rib turganingizdek, sekinlik bilan masala qiyinlashib boradi. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida issiqlik sifatida tarqalib ketgan energiya va saqlanib qolgan energiya farqi 120 kilojoul bo'lsa, parchalangan glyukoza molekulalari sonini toping. Xo'p, energiya almashinuvi anaerob bosqichida issiqlik sifatida tarqalib ketgan energiya va saqlanib qolgan energiya farqi deyapti. Ya'niki tarqalib ketgan issiqlikni ham aytmayapti, to'plangan energiyani ham aytmayapti. Balki ularning farqini aytyapti, 120 kilojoul ekanligini. Parchalangan glyukoza molekulalari sonini toping deyapti. Xo'p, yozamiz. S6H12 glyukoza. Xo'p, bizda 1 mol glyukoza parchalanganda, demak, ATF ham hosil bo'ladi и shu bilan birgalikda issiqlik ham hosil bo'ladi. ATFda 80 kilojoul energiya to'planadi. Issiqlik sifatida esa 120 kilojoul energiya demak tarqalib ketadi. Qachon? Qachonki 1 mol glyukoza parchalangan bo'lsa, mana bunday holatda. Endi bu ikkalasini farqi ayiraveradigan bo'lsak, 40 kilojoulga teng. 40 kilojoul. Demak, bunaqa xulosa qilishimiz mumkin. Biz 1 mol glyukoza parchalansa, bularning farqi, energiyalar farqi 40 kilojoulga teng bo'lar ekan. Demak, bu farq. Endi bizda mana o'sha farq 120 kilojoulga teng bo'layotgan bo'lsa, demak, albatta bu 40 kilojouldan ko'p, 3 barobar. Demak, ko'proq glyukoza parchalangan bo'lishligi kerak. Qancha glyukoza parchalangan proporsiya qilib topamiz bu yerda. Hop, 120 ni 1 ga ko'paytirib 40 ga bo'ladigan bo'lsa, 3 mol kelib chiqadi. 3 mol. Demak, 3 mol glyukoza parchalangan ekan. Hop, glyukoza molekulalari sonini so'ragan. Demak, shuning uchun 3 mol deb qo'yaveramiz. 3 mol. Javob 3 mol ekan. Hop, endi keyingi masalaga o'tamiz. 12-masala. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida hosil bo'lgan ATFlar soni 8 mol bo'lsa, umumiy ajralib chiqqan energiya miqdorini aniqlang. Bizda hosil bo'layotgan ATFni berib, hosil bo'layotgan umumiy energiyani so'rayapti. Xo'p, glyukoza S6H12 glyukoza parchalanganda ATF hosil bo'ladi. Shu bilan birgalikda qanchadir miqdorda quv issiqlik ham hosil bo'ladi. Endi bular yig'indisi umumiy energiya hisoblanadi. Xo'p, ATFda o'zi odatan 1 mol glyukoza parchalanganda ATFda 80 kilojoul energiya saqlanadi va 120 kilojoul issiqlik hosil bo'ladi. Bu ikkalasining yig'indisi umumiyda demak 200 kilojoulga teng bo'ladi. Bu umumiy energiya hisoblanadi. Yozib qo'yaman. Buni o'tgan safargi nazariy darsimizda gaplashganmiz batafsil. Xo'p, proporsiya qilamiz bu yerda. Demak, 2 mol ATF hosil bo'lganda, ko'rib turibsiz, mana bu yerda 2 qo'yishim kerak ekan. 2 mol ATF hosil bo'lganda umumiy 200 kilojoul energiya ham hosil bo'ladi. Endi 8 mol ATF hosil bo'lyapti bizda. Qancha umumiy energiya hosil bo'ladi desa, u 800 kilojoulga teng bo'ladi. 800 kilojoul. Demak, javob umumiy ajralib chiqqan energiya miqdori 800 kilojoulga teng ekan. Keyingi, demak, masalaga o'tamiz. Xo'p, 13. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida 480 kilojoul energiya issiqlik sifatida tarqalib, ya'ni ajralib chiqqan bo'lsa, hosil bo'lgan suv molekulalari sonini aniqlang. Odatda bizda 120 kilojoul issiqlik chiqqanda 2 mol suv ham chiqardi. Ya'ni reaksiyani yodlagan bo'lsangiz shunaqa. Yozaman men. 2 mol suv hosil bo'lganda issiqlik 120 kilojoul hosil bo'ladi. Bizda 480 kilojoul issiqlik hosil bo'lyaptimi? Ya'ni ko'proq issiqlik hosil bo'lyaptimi? Demak, ko'proq suv ham chiqqan. Qancha deb proporsiya qilamiz bu yerda? Demak, bu yerda 8 mol ekanligi kelib chiqadi. 8 mol. Xo'p, ya'ni 4 barobar ko'p proporsiya qiladigan bo'lsak. Javob 8 mol. Xo'p, keyingi masala shartiga o'tamiz. 14. Glikoliz nima edi? Glikoliz bu demak, sitoplazma bosqichini, ya'ni ikkinchi bosqichning ikkinchi nomi bu glikoliz edi. Glikolizda 240 kilojoul issiqlik ajralib chiqqan bo'lsa, sarflangan ADF miqdorini aniqlang. ADF sarflanishi tabiiy.
Mana bitta narsaga e'tibor beraylikda, o'zi 1 mol glyukoza parchalanganda ikkita ATF hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'sha ikkita ATF hosil bo'ladi, plus yana 120 kilojul issiqlik ham chiqadi. O'sha ikkita ATF o'z-o'zidan kelmaydi. U ikkita ATF ADF bilan fosfat kislotani birikishdan keladi. Uni demak nazariyada yodlagan bo'lsangiz, gaplashgandik. Ikkita ADFdan u ikkita ATF hosil bo'lardi. Demak, aytaman men. 2 mol 2 mol ADF kimyoviy reaksiyaga, ya'ni o'sha glikolizda reaksiyaga kirishayotgan vaqtda 120 kilojul issiqlik chiqadi. Issiqlik. Mana. Endi bizda issiqlik ko'proq chiqyaptimi? 240 kilojul issiqlik chiqyaptimi? Demak, bu yoqda ADF ham ko'proq reaksiyaga kirishgan. Qancha reaksiyaga kirishgan desa, 4 mol holatda reaksiyaga kirishgan. Bunday holatda. Bu yerda hozir ko'rsatishim ham mumkin reaksiyani. Xo'p. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Mana. Bu o'sha sitoplazmada sodir bo'ladigan reaksiya. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Bu yerda javobimiz 4 mol bo'ldi. 15. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida sitoplazmadagi dastlabki ADF va ATF nisbati 5:1 edi. 900 gramm glyukoza parchalangandan so'ng 2:1 bo'lib qolsa, dastlabki ATF sonini toping. Ajoyib savol, ajoyib masala. E'tibor beramiz bu yerda. Birinchi qiladigan ishimiz o'sha grammdan qutulib olish. N barobar 900 taqsim 180. Bu yerda 5 mol ekanligi kelib chiqadi. 5 mol glyukoza bor ekan. S6 H12 6. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz o'sha glyukozadan, mana shu glyukozadan ATF hosil bo'ladi. Qancha ATF hosil bo'ladi? 2 ta ATF hosil bo'ladi. Demak, 1 mol glyukozadan 2 mol ATF hosil bo'lar ekan. Hisoblayman, 5 moldan qancha? 5 moldan qancha? Bu yerda 10 mol hosil bo'ladi. Endi o'sha 10 mol ATF ham o'zi osmondan hosil bo'layotgani yo'q-da. 10 mol ATF hosil bo'lyaptimi? Uning uchun 10 ta ADF reaksiyaga kirishib fosfat kislota bo'ladi. 10 ta ATFni hosil qilish kerak. Ya'niki bu yerda tabiiy ravishda ADFlarimiz nima bo'ladi? Sarflanadi. Yozib qo'yaman. Xo'p, sarflanadi. Bu yerdagi 10 mol ATFimiz esa bu hosil bo'ladi. Hosil bo'ladi. Endi dastlabki ADF bilan ATFni bilmaymiz-ku. Biz buni yozamiz hozir. Dastlab deyman ADF va qanchadir miqdorda ATF. Bularning nisbatini endi savol shartida bergan. 5:1 nisbati deydi. 5 ga 1. Biz buni 5x ga x deb olishimiz ham mumkin. Ya'ni noma'lum nisbati 5 ga 1. O'sha nisbat buzilmaydi 5x ga x qilsak, noma'lum bo'lgani uchun 5x x deb, ya'ni o'sha belgilash kiritib olamiz. Noma'lum bo'lganligi uchun. Mana hozir belgilash kiritib oldik. Dastlabki holat bo'yicha ham bu. Xo'p, endi nima qilamiz? Bu yerda keyingi holatini ham yozib o'tamiz. Dastlab, mana buni yozaman. Oxirgi deb qo'yaman. ADF va ATF. Endi oxirgi holatiga ko'ra bular 2:1 nisbatda turibdi. Lekin buni hozir men 2x ga 1x qo'ya olmayman. Bu yerda 2x ga 1x qo'ya olmaymiz. Nima qilamiz desa, nisbatini yozib olaman. 2 ga 1. Mana nisbatini yozdim. Ramkaga qo'yamiz. Endi mana shu yerda ADFimizning miqdori qancha desa, dastlab qancha edi? 5x midi ATFimiz? ADFimiz. Dastlab 5x edi. Undan 10 moli bizda sarflanyapti. Demak, bu yerda qoladigan ADF miqdori 5x minus 10 bo'lishligi kerak. 5x minus 10. Bu ADFimizning miqdori. Xuddi shunday ATFimizning miqdori demak x plus 10 bo'ladi. Chunki ATFimiz hosil bo'lyapti. Dastlab x edi, uning ustiga yana demak 10 mol qo'shilyapti. Endi buni tenglamaga qo'yishligimiz mumkin, bemalol. Xo'p. Qanaqa tenglama tuzamiz bu yerda? Tenglamamiz quyidagicha holatda bo'ladi. Hop, bizda joy yetmay qoldi sal. Mana shu yerda ishlab qo'yamiz endi. Xo'p, demak, tenglama 5x minus 10 taqsim. Xo'p, x plus 10.
Albatta bu yerda adif taqsim ativ holatida bo'lyapti. Bunday holatda. Endi adifimiz bilan atifimizni nisbati 2 ga 1 bo'lganligi uchun 2/1 qo'yib qo'yamiz. Tabiiy bu 2/1 qo'yaman mana. Endi mana bu 2 pastga ko'payadi. Pastga ko'payarkan, endi u 2x + 20 bo'ladi. Bu yoq esa 5x - 10 ligicham yoziladi. Endi x'lar, ya'ni 5x ko'p-ku, uni oldiga 2x olib o'tkazamiz. Mana bu yerdagi 2x'imizni bu tarafga olib o'tkazamiz. Mana bu yerdagi -10'imizni bu tarafga olib o'tkazamiz. Albatta ishoralar o'zgaradi. Bu yerda 2x'imiz musbat holatda turibdi. Bu tarafga o'tganda, demak 5x minus hop 2x bo'lib o'tadi. -10 esa bu tarafga o'tganda, demak plus bo'lib o'tadi. 10 + 20 bo'ladi. Albatta mana bu 10'imiz ham plus. Endi bular qo'shiladi, bular ayriladi. Natijada bu tarafda 30 mol qoladi, bu tarafda esa 3x qoladi. Mana bunday holatda. Kelib chiqadigan xulosa x'imizni qiymati 10 ga teng ekan. X'imizni qiymati 10 ga teng ekan. Xo'p, endi x'imizni topib oldik. Dastlabki atev sonini aniqlang degan bizda. Dastlabki atev so'ragan. Dastlabki atev mana bu. X'imiz 10 ga teng bo'ldi-yu. Shuning uchun javob 10 mol deb qo'ysak bo'ladi. Lekin biz buni batafsilroq ishlashga harakat qilamiz. Demak, quyidagicha holat qilaman. Bu 10 mol ekan. Mana yozdim 10 mol. Endi buni ham yozaman. 5 ko'paytirilgan 10 50 bo'ladi. Dastlabki adefim 50 mol ekan. 50 mol. Ravka yozib qo'yaman. Xo'p, haqiqatdan ham 50 mol bilan 10 molning nisbati 5 ga 1 bo'ladi. Endi bu tarafga ham olib borib qo'yaman x'ni. Oxirgi adef bilan oxirgi ativni ham topib olaman. Demak, x o'rniga 10 qo'yadigan bo'lsam, 5 ko'paytirilgan 10 50 bo'ladi. 50 dan 10 esa 40 mol bo'ladi. Demak, bu 40 mol ekan. Ya'niki oxirgi adefimiz 40 mol ekan. Bu tabiiy bu. Chunki dastlab 50 mol edi. Uni 10 moli reaksiyaga kirishib ketdi-yu, shuni hisobidan endi bizda 40 mol bo'lib qolishlik tabiiy. Endi x + 10'imiz 20 bo'ladi. X o'rniga 10 qo'yadigan bo'lsa 20 mol. Haqiqatdan ham 40 mol bilan 20 mol nisbatga ko'ra 2/1 nisbatga to'g'ri keladi. Ya'ni biz masalani hozir mutlaqo to'g'ri ishladik va oxirgi adef ativni ham topdik. Dastlabki adef ativni ham topdik. Endi ko'rib oldingiz nima qilish kerakligini. Bu yerda xulosani aytib ketaman. Bu yerda bunaqa masalalarda birinchi navbatda sarflanayotgan va hosil bo'layotgan adef ativlarni topib olamiz. Ya'ni qancha adef sarflanyapti, qancha ativ hosil bo'lyapti yokida teskarisi bo'lishi mumkin. Qancha adef deylik hosil bo'lyapti, qancha ativ sarflanyapti. Xo'p, ularni topib olganimizdan keyin belgilash kiritishga o'tamiz. Bu yerda ko'ryapsiz, ikkita nisbat bor. Dastlabki holati va oxirgi holati bor. Dastlabkini ham nisbati, oxirgini ham nisbati beryapti. Biz dastlabkiga belgilash kiritamiz. Ya'ni dastlabki holat uchun belgilash kiritishni amalga oshiramiz, belgi kiritamiz. Xo'p, undan keyin oxirgisida endi belgilash kiritish bo'lmaydi, endi nisbat turadi. Mana bu ko'rinishda ko'rganingiz kabi. Va u yerda o'sha sarflanayotgan va hosil bo'layotganlardan foydalanib tenglama tuzish imkoniyati paydo bo'ladi. Demak, xulosa birinchi sarflanayotgan va hosil bo'layotgan mahsulotlarni topish kerak ekan. Undan keyin nisbatlardan to'g'ri foydalanib, dastlabkini nisbati orqali dastlabkini belgilash kiritib olamiz ekan. Ya'ni bunaqa masalalar hali ko'p. Yana shunaqa masalalar kelganda yana chuqurroq tahlil qilib o'tib ketamiz. Xo'p, hozir keyingi masalaga o'tamiz. Dastlabki atev sonini so'ragandi. Demak, bu 10 mol bo'lar ekan. 10 mol. Keyingi masalaga o'tamiz. 16. Energiya almashinuvi anaerob bosqichida issiqlik sifatida tarqalib ketgan energiya va atevda saqlanib qolgan energiya farqi, e'tibor bering, energiya farqi 160 kilojoul bo'lsa, parchalangan glyukoza miqdorini aniqlang. Xo'p do'stlar, bizda 1 mol glyukoza parchalanadigan bo'lsa, bu energiya farqi 40 kilojoulga teng bo'ladi. Ya'ni 80 kilojoul atevda to'planadigan energiya 120 kilojoul issiqlik sifatida tarqalib ketadigan energiya. Ya'ni 1 mol uchun bu. Ayirib qo'yadigan bo'lsak, bu demak 40 kilojoul farq bo'ladi. Demak, 1 mol glyukoza parchalanganda 40 kilojoul nima bo'lar ekan? Farq bo'lar ekan. Bizda o'sha farqni 160 kilojoul deb beryapti. Demak, ko'proq glyukoza parchalangan. Qancha desa 4 mol chiqadi bu yerda. 4 mol. Xo'p, parchalangan glyukoza miqdorini aniqlang deyapti. Bo'ldi, mana shu 4 mol miqdori 4 mol ekan. Yozib qo'yaman, 4 mol. Bu oson masala. Xo'p, keyingisiga o'tamiz.
Glikolizda 400 kilojul energiya ATFda to'plangan bo'lsa, sarflangan fosfat kislota miqdorini molda aniqlang. Endi mana bu 400 kilojul energiya ATFda to'plangan deyapti. O'zi bizda hop, hozir. O'zi bizda reaksiya bor. Quyidagicha reaksiya bor. Hozir yozaman. U plus ADF plus fosfat kislotasi hosil bo'ladi. ATF plus suv. Endi mana shu reaksiyada 40 kilojul energiya sarflansa, 1 mol ADF reaksiyaga kirishadi, 1 mol fosfat kislota reaksiyaga kirishadi. Demak, 1 mol ATF hosil bo'ladi, 1 mol suv hosil bo'ladi. Endi shunga binoan, demak, 1 mol ATF o'zida 40 kilojul energiya saqlaydi degan bir tushuncha bor-da. Endi 400 kilojul energiya ATFda o'zida saqlaydi desa, 400 kilojul energiyani ATF o'zi saqlaydi desa, mana shu reaksiyada 400 kilojul energiya sarflanibdi. 10 hissa ko'proq, bu degani 10 mol ADF 10 mol fosfat kislota bilan reaksiyaga kirishib, 10 mol ATFni hosil qilgan va 10 mol suvni ham hosil qilgan. Endi bizda so'ralayotgan narsa fosfat kislota miqdorini molda aniqlang, ya'ni sarflanganini. Albatta 10 mol bo'ladi. Ya'ni 10 mol ATF hosil bo'lishi uchun 10 mol fosfat kislota sarflanishligi bu tabiiy holat. Demak, javob 10 mol ekan. Bu yoqda ham yozib qo'yaman, 10 mol. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 18. Xo'p, masalamiz ozgina qoldi. 18, 19, 20 yana 3 dona masalamiz qoldi. Glyukozaning chala parchalanishidan hosil bo'lgan sut kislota miqdori 360 gramm bo'lsa, fosforlanishdan hosil bo'lgan suv miqdorini grammda aniqlang. Xo'p, glyukozani chala parchalanishdan hosil bo'lgan sut kislota miqdorini, demak, massasi aytilyapti va o'sha, demak, sut kislota bilan o'zi aslida teng bo'ladi glyukozani massasi. Hozir buni ko'rsataman sizga. S6H12O6 dan 1 molekulasi parchalansa, tabiiyki 2 molekula sut kislota hosil bo'ladi. Endi bu yerda, mana bu yerdagi glyukozani massasi 180 gramm. Endi mana bu yerdagi sut kislotani ham o'zi molyar massasi 90, lekin 2 mol hosil bo'lganligi uchun buning ham massasi 180 gramm bo'ladi. Endi hosil bo'layotgan sut kislota 360 gramm degani bu sarflanayotgan glyukoza ham 360 gramm degani. Sarflanayotgan glyukoza 360 gramm bo'lsa, bu degani 2 mol glyukoza demak reaksiyaga kirishyapti, ya'ni sarflanyapti degan ma'noni beradi. Xo'p, fosforlanishdan hosil bo'lgan suv miqdori deyapti. Endi o'zi обычный reaksiyani ko'radigan bo'lsak, bizda o'sha mana bunaqa reaksiya bor. Hozir mana bu yerda ko'rib turganingiz mana bu suv fosforlanishdan hosil bo'lgan suv. Mana bu yerda o'zi ko'rib turibsiz, ko'k rangda, siyoh rangda ADF bilan fosfat kislota 2 mol 2 mol bo'lib bilan reaksiyaga kirishganda mana bu ikkalasini hosil qiladi, ATF bilan suvni. Va bu reaksiya, ya'ni bundan bular reaksiyaga kirishib mana bu mahsulotlar hosil qilyapti. Bu reaksiya fosforlanish deb ataladi. Fosforlanish. Mana bu suv esa fosforlanishdan hosil bo'lgan suv deb yuritiladi. Endi bizda 1 mol glyukoza o'zi parchalangan vaqtda ikkita suv hosil bo'ladi. O'sha ikkita suv ham fosforlanishdan hosil bo'lgan suv. Endi bizda 2 mol glyukoza parchalanadigan bo'lsa, qancha suv hosil bo'ladi? Albatta 4 mol. 4 mol. Endi bizda buni grammi so'rayapti. Massa topishimiz uchun miqdorni molyar massaga ko'paytirib yuboramiz. Miqdori 4 mol, molyar massasi 18. Buni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, hozir bizda 72 gramm kelib chiqadi. Demak, javob 72 gramm ekan. Mana shunday holatda demak topib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Shu yerda do'stlar bitta narsani aytib o'tishim kerak. Xo'p, BioPro darslarimiz loyihasi keng ommaga taqdim etiladigan bir loyiha bo'lyapti, nasib Xudo xohlasa. Hop, manfaatli bo'lyapti degan umiddaman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bizni qo'llab-quvvatlash uchun hozir obuna bo'ling kanalimizga, shu YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga va videoga layk bosib qo'ying. Ya'ni bu kontentimizni, ya'ni video darsimizni ko'proq, demak, o'sha ilm ilinjida bo'lgan o'quvchilarga yetib borishiga sabab bo'ladi. Demak, keng auditoriyaga tarqalishiga sabab bo'ladi. Nasib Xudo xohlasa, siz ham ilm tarqatishimizda bir yordam bergan bo'lasiz. Demak,
va izohlarda o'z fikringizni qoldirasiz. Biz nima qilsak, mana shu darslarimiz yanayam sifatliroq bo'ladi. Yoki qanaqa xato kamchiliklar qilyapmiz, o'shani aytsangiz kommentariyada biz albatta uni o'qiymiz, va o'zimizga xulosalarni olamiz. Biz esa o'sha darsimizda davom etamiz. 19-masala tahlilini ko'ramiz. Xo'p, ketdik. Savolda nima deyilyapti? Glyukozaning chala parchalanishidan umumiy 450 kilojol energiya ajralib chiqdi. ATFda to'plangan energiya 160 kilojol bo'lsa, birinchi bosqichda hosil bo'lgan issiqlik miqdorini aniqlang. E'tibor bering. Bizda glyukozani chala parchalanishi deyapti endi. Bu yerda glikoliz demayapti, sitoplazma demayapti, balki glyukozaning chala parchalanishi deyapti. Biz glyukozani chala parchalanishi deganda nimani tushunishimiz kerak? Chala parchalanish. Demak, glyukozani chala parchalanishi deganda biz birinchi bosqich bilan ikkinchi bosqichni sodir bo'lganligini tushunishimiz kerak. Birinchi bosqich ham sodir bo'ldi, ikkinchi bosqich ham sodir bo'ldi. Demak, bu chala parchalangan glyukozaga berilgan ta'rif. Ya'ni birinchida ham, ikkinchi bosqichda ham parchalandi degan ma'no. Uchinchi bosqichda parchalanmagan lekin. Endi shu yerda umumiy 450 kilojol energiya ajralib chiqdi deyapti. Birinchi bosqichda ham demak energiya hosil bo'lishi mumkin. Buni gaplashib o'tgandik. Mana oshqozon ichaklarida sodir bo'ladigan birinchi bosqichda ham ma'lum bir miqdorda issiqlik hosil bo'lishi mumkin. Ikkinchi bosqichda ham demak, umumiy qanchadir energiya hosil bo'lishligi mumkin. Demak, bu ikkalasining yig'indisini 450 kilojol ekanligi bizda aytilyapti. Xo'p, ATFda to'plangan energiya 160 kilojol bo'lsa, ATF energiyasini ham aytyapti. Birinchi bosqichda ATF hosil bo'lmaydi. Bizda ATF faqatgina ikkinchi bosqichdangina hosil bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, ATF hosil bo'lgan. Mana shu ATF orqali biz masalani demak yechib ketsak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz bu yerda? Xo'p, umumiy 200 kilojol energiya hosil bo'lganda, albatta qaysi bosqichda? Ikkinchi bosqich haqida gapiryapmiz. Ikkinchi bosqichda 200 kilojol umumiy energiya hosil bo'lganda, uning 160 kilojoli ATF energiyasi hisoblanadi. Ya'ni ATFda to'plangan energiya bo'ladi. Xo'p, sal adashdim shu yerda. Sal adashdim. 160 emas, bu yerda 80 demoqchi edim. 80 kilojol energiya demak ATFda to'plangan energiya bo'ladi. Endi bu yerda 160 kilojol energiya ATFda to'planyaptimi? Demak, bu yerda umumiy energiya ko'proq ajralgan. Hisoblaymiz 400 kilojol. Demak, do'stlar, ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan umumiy energiya 400 kilojolga teng ekan. Yozaman, ikkinchi bosqichimiz 400 kilojol. Ikkinchi bosqichda hisoblab oldik. Endi birinchi bosqichda biz noma'lum bo'lganligi uchun, ya'ni bilmaganligimiz uchun biz uni A kilojol deb olamiz. Bu ikkalasining yig'indisi hozir bizda 450 kilojol bo'lishligi kerak. Mana bunday holatda. Demak, birinchi bosqichdagi o'sha tarqalgan issiqlik 50 kilojolga teng bo'lganligi bu yerda ko'rinib turibdi. 450 dan 400 ayirsa 50 qoladi. 50 kilojol. Mana birinchi bosqichni demak topib oldik. Xo'p, endi birinchi bosqichda hosil bo'lgan issiqlik miqdorini aniqlang deyapti. Bizda javob 50 kilojol ekan. Yaxshi. Xo'p, demak, bitta narsani unutmasligingiz kerak. Bu yerda birinchi bosqich ham, ikkinchi bosqich ham anaerob sharoit hisoblanadi. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 20-masala. Glikolizda 360 kilojol energiya issiqlik sifatida tarqalib, umumiy anaerob sharoitda 660 kilojol energiya hosil bo'lgan bo'lsa, anaerob sharoitda hosil bo'lgan issiqlik va sitoplazmada ATFda to'plangan energiya farqini aniqlang. Do'stlar, anaerob sharoit deganda birinchi bosqichni ham, ikkinchi bosqichni ham olishimiz kerak. Xo'p, glikolizda 360 kilojol energiya issiqlik sifatida tarqalib ketdi deyapti. Glikoliz deganda, ya'ni faqat ikkinchi bosqichni o'zini nazarda tutyapti. Bizda umumiy glikolizda 200 kilojol energiya hosil bo'lganda, uning 120 kilojoli issiqlik sifatida tarqalib ketar edi. Bizda endi 360 kilojol issiqlik tarqalib ketyaptimi? Demak, glikolizda ko'proq energiya hosil bo'lgan, 600 kilojol energiya hosil bo'lgan. Demak, ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan umumiy energiyani biz 600 kilojol deb olsak, birinchi bosqichda hosil bo'lgan energiyani bilmaganligimiz uchun biz uni qanaydir A kilojol deb olsak,
Bu ikkalasining yig'indisi bizda 660 kilojoulga teng ekan. Chunki umumiy anaerob sharoitlarda 660 kilojoul energiya hosil bo'lganligi aytilyapti. Bundan kelib chiqadiki, demak, A kilojoulimizning miqdori bizda 60 kilojoulga teng bo'lgan ekan. Mana bunday holatda. Nima qildik? 660 dan 600 ga ayirib tashladik. Xo'p, A kilojoulimiz 60 kilojoul bo'lsa, demak, birinchi bosqichdagi issiqlik 60 kilojoul ekan degan bir xulosaga kelamiz. Endi bitta narsaga yana e'tibor beramiz. Qarang, bu ketdi. Mana bu birinchi ishimiz. Endi ikkinchi ishga o'tamiz. Atrofda to'plangan energiya deyapti, do'stlar, va issiqlik energiyasi deyapti. Ikkinchi bosqichdagi issiqlik qancha edi desa, mana bu yerda ko'rinib turibdi mana 360 kilojoul. Yozamiz uni biz. 360 kilojoul ikkinchi bosqichdagi issiqlik. Xo'p, birinchi bosqichdagi issiqlik qancha edi desa, birinchi bosqichdagi issiqlik 60 kilojoul ekan. Biz uni topib oldik. A teng 60 ga bo'ldi-yu. Demak, birinchi bosqich ham anaerob, ikkinchi bosqich ham anaerob bo'lganligi uchun bular demak anaerob bo'lganligi uchun ikkita bosqich ham bu ikkalasini qo'shib yuboramiz. Bu ikkalasini hozir qo'shib oladigan bo'lsak, bizda 420 kilojoul issiqlik borligi kelib chiqadi. Issiqlik. Eng bitta narsaga e'tibor bering. Ikkinchi bosqichda 360 kilojoul issiqlik chiqyaptimi? Demak, qanchadir miqdorda bu yerda aktiv ham hosil bo'ladi. Buni tepadan ham yozaman, pastdan ham yozaman. Xo'p, yuqoridan yozaman mana bu burchakka. Mana bu burchakka e'tibor berasiz. Xo'p, qarang endi. 120 kilojoul issiqlik hosil bo'lganda, umumiy 200 kilojoul energiya hosil bo'lganda 120 kilojoul issiqlik chiqadi va shu bilan birgalikda 80 kilojoul energiya atrofda to'planadi. Demak, bu atrf energiyasi, bu esa hozir issiqlik, mana bu esa umumiy energiya. Katta E qo'yib qo'yaman. Endi mana shu vaziyatimizda qancha deymiz? Ya'niki o'sha 360 kilojoul issiqlik chiqqanda qancha atrofda to'planadi deymiz. Proporsiyada 240 kilojoul ekanligi kelib chiqadi mana. Xo'p, ya'niki 3 hissa ko'proq holatda. Xo'p, endi atrf energiyasini mana bu yerga yozib qo'yaman. Atrf energiyasi 240 kilojoul ekan. Bizda so'ralayotgan narsa nima? Anaerob sharoitda hosil bo'lgan issiqlik va sitoplazmada atrofda to'plangan energiya farqini aniqlang. Sitoplazmada atrofda to'plangan energiya 240 kilojoul bo'ldi. Demak, umumiy hosil bo'lgan, o'sha anaerob sharoitda hosil bo'lgan issiqlik 420 kilojoul bo'ldi. Shu yerda mana nozik nuqtalardan bittasi bu anaerob sharoit deyilishligi. Misol uchun, mana shu yerda sitoplazmada atrofda to'plangan energiya deyapti-da, biz 240 kilojoul deyapmiz. Lekin shu yerda sitoplazma demasdan anaerob sharoitda atrofda to'plangan energiya deganda edi, katta ehtimollikda siz xato qilardingiz. Ya'niki siz 240 kilojoul derdingiz va bu xato bo'ladi. Chunki anaerob sharoitdagi atrf u sal murakkabroq bo'lgan jarayon. Hattoki hayvonlarda va o'simliklarda anaerob sharoitdagi atrfida farq bo'ladi. Biz uni keyingi darslarimizda, nasib Xudo xohlasa, gaplashib o'tamiz. Xo'p, bu ikkalasini farqi so'rabdi. Biz bu ikkalasini ayirib qo'yamiz. Demak, keling, buni ayirib qo'yamiz. Minus. Xo'p, demak, farq xo'p, 420 minus 240. Demak, 180 kilojoul farq bor ekan. 180 kilojoul farq. Bo'ldi. Bu bizni bugungi darsimizni eng oxirgi masalasi edi. Ya'niki mana shu birinchi bo'limning eng oxirgi masalasi 20-masala edi. Xo'p, darsimiz ham ancha cho'zilib ketibdi. Demak, do'stlar, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat va keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr-salomat bo'lasiz. Siz bilan Ahmadov Sardor. Buyoq biror darslarda ko'rishganimdan xursandman.